Gordon Murray T50 superkarining orqa qismiga nazar tashlasangiz, eski qiruvchi samolyotlarnikini yodga soluvchi ulkan aerodinamik turbinaga ko'zingiz tushadi. Ko'pchilik bu shunchaki orqadagi quturgan V12 motorini sovutish uchun qo'yilgan oddiy ventilyator deb o'ylaydi, lekin bu mutlaqo xato. Bu yerda gap umuman sovutish haqida ketmayapti. Like-ni ayamang, hozir aytib beraman. Aslida orqadagi bu 400 mm gigant parrak sof aerodinamik qotil va tabiat qonunlarini hakerlik yo'li bilan buzish usulidir. Mashina katta tezlikka chiqqanda bu ventilyator 48 voltli maxsus elektr motor yordamida daqiqasiga 7000 marta aylana boshlaydi va tom ma'noda ulkan changyutgichga aylanadi. U mashina ostidan o'tayotgan havoni shafqatsizlik bilan so'rib olib orqaga otadi. Natijada mashina tagida sun'iy vakuum hosil bo'ladi va superkar asfaltga butun vujudi bilan so'rilib yopishib qoladi. Buni avtoinjeneriyada ground effect deyishadi. Odatda boshqa superkarlar katta tezlikda yo'ldan uzilib ketmaslik uchun orqasiga bahaybat, og'ir va xunuk qanotlar, ya'ni spoilerlar o'rnatishga majbur. T50 dizaynida esa buzib turuvchi ulkan qanot yo'q. Uning o'rniga shu dahshatli ventilyator ishlaydi. Aynan shu texnologiya tufayli T50 burilishlarga aql bovar qilmas tezlikda fizika qonunlariga butunlay zid ravishda zarracha ham sirpanmasdan kira oladi. Mashina tezlashgani sari ventilyator uni yerga shunday qattiq bosadiki, go'yoki u trassada emas, rels ustida ketayotgandek tuyuladi.